Bosh kir mashinasi haqiqatan ham sifatlimi, narxiga arziydimi? Buni sizlar bilan video davomida to'liq obzorini qilib beramiz. Qanchalik sifatli yuvib beradi, qanaqa yaroqli muddatga ega. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar sizga uzoq muddat xizmat qiladigan, toza yuvib beradigan va vaqtingizni tejab beradigan kir moshina kerak bo'lsa, boshdan Turin seriya 8 kilolik kir moshinamiz. Xo'p, kir moshinamizni birinchi o'rin dizayndan boshlaymiz. Xo'p, kul rangi qora kombinatsiya bo'lgan, seriyaga qora. Vannaxonalarga ham, kuxnyalarga ham interyeri zo'r tushadi. Bu seriyamiz Xitoyda ishlab chiqariladi. O'zi nemetskiy texnologiya asosida ishlab chiqariladi. Bu 4-seriya. Bundan oldingi modellarimiz bundan sal qimmatroq model edi. $1200 modelni obzor qilganmiz, 8-seriyani. Ko'pchilik bizdan talab qildi, boshqa qulayroqlari ham bormi deb. 4-seriya narxi videoni boshida o'tib ketamiz. $700 chiqadi. Xo'p, 4-seriya bu narxga nima sifat bor? Motor Eco Drive, ya'ni bu motorni juda ham jim, umri uzoq va energiya samaradorligi eng yuqori. Misol, dunyoda brendlar ko'p, lekin top 3talarga kiradigan premium sifatdagi motor bilan jihozlangan Eco Drive. Hop, rasxodlari kam, suv rasxodi ham kam. Kilosiga qarab suv oladi, kiyimni kilosiga qarab. Barabanga keladigan bo'lsak, mana ichlari ham katta, og'izlari ham keng baraban. Ko'p modellarda bunaqa og'zi keng bo'lmaydi. Barabanning qolipi, o'sha maxsus qolip bo'ladi bu. Eng nozik motorlaringizni ham avaylab, hamda bunning qo'shimcha kalchilari eng o'sha chuqur dog'larni ham yaxshi ketkazib beradi. Sababi bunda o'zini platasida shu maxsus algoritm qo'yilgan. Ham vaqtingizni tejab beradi 65%. Ya'ni misol detskiy kiyimlarni, bolalar kiyimini, yungli, julli matolarni qisqa vaqtda toza yuvib beradi. Xo'p, motorimizni siqish darajasi 1400 оборот. Bu ya'ni kiyimlaringizni juda ham quruq qilib chiqarib beradi. Xo'p, endi buni funksiyasiga keladigan bo'lsak, xo'p, boshqaruv juda oson. O'rtada rolik va sensor boshqaruv. Buni sizlar bilan endi ko'rib chiqamiz. Xo'p, uchoq yoqish sensor orqali o'zini hamma kir moshina bilasiz. Ovozlari bo'ladi. Ovozini o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, birinchi funksiyamiz bu menga juda ham yoqdi. Men o'zi ko'rinishdan bu sodda model bo'lsa kerak desam, o'zimiz yoqib ko'rib, videoda oldin buni sinab ko'rdi. Eslab qolish izbranniy. Ya'ni misol siz eng ko'p ishlatadigan funksiyangizni mana bu yerda izbranning olib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu opsiyadan mana 3 sekund mashina knopkani bosib tutsangiz, mana yulduzcha mana memoriyaga o'tib qoladi. Bu degani eslab qolish degani. Eng ko'p yozgan funksiyangizni shuna qo'yasiz, yoqasiz, play bossangiz bo'ldi. Xo'p. Birinchi funksiyamiz cotton, paxta. Paxta kiyimlarni 1,5 soatda yuvib beradi. Ko'p modellar 2 soatdan oshiq. 40 gradus yuvib beradi. Paxtani eko holatidagi, ya'ni avaylab yuvish. Bu ya'ni chuqur dog'larni ham ketkazadi. Issiqroq suvda yuvadi. Oldi paxtada 40 gradus yuvsa, bunda 60 gradus yuvadi. Endi gradus deganimizda qarang. Ko'p modellarda 20 gradus, 40, 60 bo'ladi. Orada 30 bo'lmaydi. Endi bu modelimizda mana temperaturasi mana 20, 30. 30 bu juda ham kerakli narsa aslida. Bu funksiyasi kerak emas deysiz. Asli bu eng kerakli narsa. Sababi qarang. Aralash matoda ayniqsa kerak bo'ladi. Misol rangli kiyimlaringiz bor, rangli kiyimlaringizni issiqroq suvda 40 gradusda yuvsangiz, rangi o'chadi. Endi 20 da yuvsangiz, parashok yo gelingiz yaxshi erimaydi. 30 da standart. Parashokingiz ham yaxshi eriydi gelingiz bilan, kiyimingizga ham sifatiga ta'sir bo'lmaydi. Shunaqa. Xo'p, endi delikatniy stirka deydi. Bu avaylab yuvish. Avaylab yuvishdan ko'rasiz, o'zi bunga algoritm qo'yilgan. Avaylab yuvishni o'zi biladi. Mana 30 gradusda qo'yibdi o'zi. Qo'shimcha mana yuvish, mana ko'pirtirish, ivitishlari bor, isiqishi bor. 3 ta bosqich bo'ladi.
Bu funksiyada o'sha zarli, toshli, tugmali matolar, shok matolarni yuvsangiz bo'ladi. Endi juda ham nozik matolaringiz yoki o'ta rangli kiyimlaringiz bo'lsa, mana easy care'ga qo'ying. 1 soat 27 minutda 40 gradusda yuvib beradi. Keyingisi mana alohida futbolkalar uchun. O'zi ko'p premium kirmoshlarda alohida mana rubashka, futbolkalar uchun funksiyasi bor. Bu 1 soat davomida yuvib beradi. Xo'p. Endi xullas funksiyalarni yana tushuntirib o'tamiz. Asosan bu kirmoshlarni ustunli tarafi, misol mana $700 ga arziydimi yo'qmi? Motorini aytdi, motori past, shovqinsiz, ekonom, barabarlari ham, qoliplari zo'r, eng nozik motorlaringizni ham tutolmaydi. Buni zo'r tarafi, menga yoqqan tarafi mana rezinalari. Bu rezina asosan kirmoshlardagi eng kerakli narsadan biri. Chunki bu oddiysidan qo'yib qo'yilsa, hid o'ziga suv shemadi, hidlanadi. Bu rezinamiz BioShield material bo'ladi. Bu o'ziga hid ushlamaydi, antibakterial hisoblanadi. Shuning uchun kir solayotganda mana bu rezinani yetib qo'yish osonda. Bu imенно bu kirmoshlarda emas, любой kirmoshlarda kiyim solayotganda ko'pchilik mana kiyimni yoqasmagida qolib ketib qoladi, ishini yopiladi. Ishni yopganingizda qisib qolishi mumkin. Barabar aylanganda rezinani yetib boradi. Suv oqish boshlanadi. Xullas funksiyani mana yarmiga keldim. Endi bu kirmoshlarimiz yana bitta usul tarafi bor, ten. Maxsus ten ustidan qoplama bor. Artizan suvlarga ham bo'lardi. Yerdan chiqgan suvlarga ham. Faqat filtr qo'yib o'rnatasiz. Bemalol sizga uzoq muddat xizmat qilib beradi. O'zi ko'pchilik savol beradi-da, shunaqa suvlar ulasa bo'ladimi, yo'qmi deb. Bemalol ulasangiz bo'ladi, qo'rqmasdan. Mana ayollarning ko'pchilikning xatosi faqat tez yuvishda yuvadi. U tez yuvishda toza yuvmaydi. 2 kilochi mana kiyimni chala yuvadi. Chuqur dog' ketkazish uchun двойной yuvish qo'shish kerak, двойной chaqasi qo'shish kerak. Mana ko'pchilik parashoni eng o'sha nima deydi? Ayollarning savoli bor. Unga to'liq javob topilmagan. Parashonni latokka qo'yadimi? Cho'ntagiga soladimi yo ichiga tashlaymi deydi. Ba'zi ustalar ichiga tashla deydi, ba'zilar bega tashla deydi. Aslida qara. Ichiga solsangiz ham bo'ladi. Lekin hamma materiallaringizga ham emas, hamma kiyimlaringizga ham emas. Ba'zi kiyimlar bor, o'sha parashon dog'i qolib ketib qoladi masalan. Ba'zi materiallarda. Aslida bega solish kerak. Mana. Bu yerda mana o'zi kirmoshlarni oldingi obzorlarimizda ham aytib o'tganmiz, bu videoda ham aytib o'tamiz. Asosan parashok va parashon unni bosadigan gellari mana ikkinchi. Rim raqam 2 turibdi. Hamma kirmosh mana shunga solinadi. Parashok va gel. Endi mana rim raqam 1 turibdi. Bu yerga mana nima qo'yiladi? Began parashok gel solasiz. Qachonki kirmoshlaringizni двойной yuvish funksiyasini qo'shsangiz, mana rim raqam 1. Endi bu kirmoshda mana qaydan yoqiladi mana? Option turibdi mana. Ingliz tilida yozgan mana. Optionni bitta bosasiz mana. Rim raqam 1 chiqdi, to'g'rimi? Mana yerga belgi degan bor. Rim raqam 1 ga. B ga ham parashok, B ga ham parashok. Agar gel ishlatsangiz, B ga ham gel solasiz, B ga ham gel solasiz. Endi o'rtasida nima desangiz, mana gul rasmi turibdi. B ga kiyim yumshatuvchi yoki hid beruvchi gellar bor-ku. Shularni solinadi. O'sha qo'shimchaligi добавочный gellar. Xo'p. Endi kiyimga misollar qo'shimcha dog' bo'lsa, kirlangan bo'lsa, o'shani mana любой funksiyani tanlab, mana ko'ylakni tanladingizda endi mana optionni bosasiz. Buni bosganingizda o'sha kiyimingiz yoqalari dog' bo'lib ketgan bo'lsa, optionni bosganingizda двойной yuvish qo'shiladi. Ya'ni rim raqam 2 ga ham 1 ga ham parashok va gelni solishingiz kerak. Endi yana bitta optionni bossangiz, qo'shimcha bu ivitish degani. Ikkitasini yoqsangiz ham bo'ladi. O'shanda kiyimingiz ko'proq bo'ladi. Mana ko'rsam vaqt ham qo'shilibdi. 1 soat 38 minut. O'zi boshidan chiqdi, 1 soat bo'ldi. Двойной yuvishda 23 minut qo'shilibdi. Ikkitasini qo'ysangiz 38 minut qo'shiladi. Kiyimingiz toza yuviladi. Xo'p, shuni qilishingiz shart. Keyin yana eng katta kirmoshlar ishlatganda xato bu kirmoshlarga ko'p kir yuklash. O'zingiz uchun mana
barabanni 3/2 qismiga yuklash kerak. Eng maksimal. Endi 3/2 qismini qaydan bilaman desangiz, sizga zo'r life hack mana. Yaqinroq olib kelasiz kamerani. Любой kirmoshni mana shunaqangi shakli bo'ladi. Masalan, bundoq o'rnab qolgan bo'lsa, barabanni mana shu holatda olib keling. Bitta pauza qiling. Bos. Xo'p, mana shu holatda olib kelib, mana shu o'rtasi kirmoshni teng yarmi. Asli misol mana shu o'rtachasiga yuklab yursangiz, kiyimingiz zo'r yuviladi, samarali yuviladi, dog'lar ham zo'r ketkazadi. Endi maksimal yuklash joyida mana 3/2 qismi deyilganda mana shu yergacha yuklanadi. Mana teng yarmini yarmigacha mana. Shunda 3/2 qismi bo'ladi. Umuman kirmoshni to'ldirib presslab yuklab bo'lmaydi. Agar presslab yuklasangiz, birinchi o'rinda kiyimingiz chala yuviladi. Eng asosiysi kirmoshnangizni podshivnigi buziladi. U Bosch bo'lsin, LG bo'lsin, Samsung bo'lsin, o'sha eng arzon o'sha modellar ham 2 millionlik kirmoshlar ham shunaqa, 10 millionlik ham shunaqa. Misol arzoni sразу buzilishi mumkin, qimmatroq 1 yil yo 2 yilda ishdan chiqadi. Lekin 3 yilga qolmaydi. 1 yil 2 yilda buziladi podshivnigi. Shuning uchun kirmoshiga umuman og'ir kir yuklash mumkin emas. Yuklasa bo'ladi, faqat o'sha ozgina joy qolish kerak. Ozgina joy qolish kerak. Xo'p, o'zi o'rtacha o'laga 8 kilo zo'r. 8 kilo zo'r. Shuning uchun biz ham o'zi hamma brendlarni eng ko'p sotiladigan kiloligi 8, 7, 9. Bizni O'zbekiston bozorida asosan 8 sotiladi. Shuning uchun 8 kiloligini obzor qilganmiz. Xo'p, endi yana bitta eng yaxshi qoida, eng asosiy qoidasi kirmoshiga uhod, ya'ni uzun tozalash. Очистка baraban funksiyasi qo'yasiz mana. Drum clean 1 soatda oshiq uzun tozalaydi. Eng maksimal gradusda, 90 gradusda uzun tozalaydi. Barabanni ichida yig'ilgan o'sha qurumlarni, boshqalarni hammasini tozalab yuvib bo'lgandan keyin mana bunga hech nima solishingiz shart emas. Kiyim solmaysiz. Shuni drum cleanga qo'yasiz, очистка baraban qo'yasiz, eshikni yopib turib, bitta start bersangiz bo'ldi. Bu yuvib bo'lgandan keyin kirmoshni o'chirib, tokdan sug'urib, mana tagida filtri bor. Filtrida shunaqangi shlankasi bor. Ustidagi probkani olasiz, suv to'kiladi. Keyin mana ichidagi pompa filtr deydi, buni ham sug'urib olamiz. Xo'p, ichida mana qurumlar, tvitlar, cho'ntadan tushib qolgan mayda-chuyda narsalar, suvda vodoprovoddan kelgan nima deydi, musullar hammasi shunga yig'iladi. Buni bitta cho'tkada tozalab olinadi. Buni ham tozalab olasiz. O'rnatganda mendan ozgina suv oqadi, iloji bo'lsa tagiga nimadir quruq latta qo'yib olasiz. Buritganda oxirigacha burab qo'yasiz. Yana обратно shlankani joyiga qo'yamiz, yopib qo'yamiz. Bu birovda bir marta talab qilinadi. Keyin yana bitta qoida, suv filtrida ham, ya'ni suvda ham o'sha filtr bo'ladi mana. Kirmoshini sovuq suv bilan shlankasi bor mana hamma kirmoshlarda. Hamma kirmoshida bor narsa. Bu shlankasida ham filtr bo'ladi. Setichning filtri bor. O'sha yirik suv vodoprovoddan kelayotgan musullar mana shu tiqiladi, buni tozalab qo'yish kerak. Kirmoshning o'zida ham bor. Ba'dan ham ko'rsatay. Kirmoshning o'zini ham mana sovuq suv uladigan joyda, mana ichida shunaqangi setichning filtri bor. Buni ham bitta ko'rsatkichdan olasiz, yaxshilab tozalab olasiz. Shu birovda bir talab qilinadigan narsa. Eng yana glavniysi kirmoshni o'rnadigan joyda. Taxtali, polli joylar tavsiya qilinmaydi. Tik joyga o'rnatasiz, 0 sazor bo'lish kerak, ya'ni uklon bo'lmaslik kerak. Har bitta oyoq past baland bo'ladi. 0 o'ldirib olasiz. O'shanda kirmoshlangiz ortiqcha qimirlamaydi ham, jim ishlaydi. Tim bo'li bo'sh. Chunki bunda EcoDrive motor juda ham jim. Bilinmaydi ishlatgani ham. Odatda kirmoshlarni misol nima deydi? O'rtacha narxdagi kirmoshlar yoki arzonroqni olsangiz, buni yaxshi o'rnatsangiz ham bir motor shovqini bo'ladi. Bosch birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda LG turadi.
O'sha eng jim shovqinsiz ishlaydigan kir moshina qatorida. Xo'p, endi mana bu qoidalar imенно bu kir moshinaga emas, hamma kir moshinaga taalluqli. Shuning uchun o'zi sizni kir moshinangiz bo'lsa, mana shu qoidalarni qiling. Agar bizdan kir moshina olmoqchi bo'lsangiz, shu qoidalarni ishlating. O'rtacha misol Samsung, LG'lar 10 yil, 12 yil ishlayveradi. Arzon o'rtacha narxdagilar 5 yildan 8 yilgacha xizmat qiladi. Arzon modellar 3 yildan 5 yilgacha. Premium modellarimiz 15 yil, 20 yil xizmat qiladi. Bular sinovdan o'tgan. Agar sizga shu nima deydi? Toza yuvib, avaylab yuvish, ya'ni nozik motorlaringiz bo'lsa, ikkiga uzoq umr xizmat qiladigan bo'lsangiz, shu model. Bu o'zi sifat bilan sinalgan. Hop, kir moshinamizni keyingi funksiyaga keladigan bo'lsak, hop mana. Night wash bu uzoq muddat yuvadi, 1 soat 40 minut. Tungi rejimda 40 gradusda yuvadi, sekin aylanadi. Hop, bunga universal kiyim tashlaveradi. Chunki bu o'sha 30-40 gradusda yuvadi. Hygiene degani bu nima deydi? Dezinfeksiya degani 60 gradusda bug'lantirib, kiyimingizdagi mikroblarni dezinfeksiya qilib yuboradi. Keyingisi sportwear. Bu sintetik kiyimlarga, sportivniy kiyimlarga moslangan 20 gradusda 47 minut yuboradi. Hop, keyingisi super speed 15 minutda sovuq suvda yuboradi. Bunda parashyut solishingiz ham shart emas. Kiyimingiz prosta nima deydi? Bunaqa dog' bo'lmagan, kir bo'lmagan, faqat bitta освежить qo'yishingiz kerak. Shunda 15 minutga qo'yasiz. Hop, kids wear bu chaqaloqlarning kiyimiga mana. Bu bekorga 2 soat chiqmaydi. Ko'pchilik 2 soat yuvadi kir moshinamiz, asqot suvni yig'ajib oladi deydi. Unaqa emas. Bu kir moshina to'krasotgan 1 kilovat, 1,5 kilovat atrofida oladi. Mayli 2 soat yuvsin, 3 soat ham yuvsin, lekin kiyimingiz zo'r yuviladi. Bu bekorga mana 14-15 ta funksiya qilmagan. Ayollar ko'pini klientlarimiz ham keladi, men rost tayinlayman. Ko'pi 2 ta 3 ta funksiya beradi-da. Qolgan funksiyani ham ishlating deyman. Sababi mana. Chaqaloqlarda mana parashok bor-ku. Parashok kiyimda qoladi baribir. Uy bo'lganingizdan keyin ham ximikat-da u narsa, ximikat. Endi uni yosh bola chaqaloq kiygizsangiz, badaniga раздражение beraveradi yoki rakovina kletkani rivojlantiradi. Shuning uchun premium sifatdagi kir moshinalar Bosch, LG, Samsunglarda spetsialniy детский rejim bor chaqaloqlar uchun. Bunga qo'ysangiz 60 gradus par bilan nima deydi? Parashokni ham, kiyimdagi mikroblarni ham polni o'ldirib beradi. Mana misol uchun oddiy taraduk yuvsangiz gellar. Albatta kitkizasiz, to'g'rimi? Agar uni yesangiz, ichingizga ximikat kiradi. Xuddi bunda ham shunaqa. Hammada badanlarida kletkalar bo'ladi. Agar u parashok yaxshi ketmagan bo'lsa, chaqaloqqa imminni chaqaloqqa bu ziyon narsa. Shuning uchun bundan ham foydalaning. Xo'p, keyingi funksiyamiz wool. Bu yungli julli motorlar uchun avaylab yuvish. Xo'p, keyingisi siqishni o'zi. Agar sizga yana qo'shimcha siqish bo'lsa yoki kiyimingiz prosta ho'l bo'lib qolgan bo'lsa, kremani solib spinga qo'yasiz. Tim bo'lib bu kir moshinada siqish darajasi mana 1400 gacha. Bu juda ham yaxshi siqib beradi. Xo'p, kir moshinamiz funksiyalariga keldik. Sizlar bilan funksiyalarni ko'rib chiqdik, sifatlarini ko'rib chiqdik, barabarlarni ko'rdik va ishlash qoidalarini. Endi bu kir moshina mana biz sizlarga va'da berganmiz. Ko'p texnikalarni ichini ochib ko'rsatamiz, ayniqsa konditsionerlarni. Endi kir moshina ham ichini polni ochib ko'rsatamiz. Haqiqatan sifatlimi? Videoni oxirigacha ko'ring. Bekorga bizda gap bor, qimmat beriladi demaydi. Mana oddiy kirishkasi ham og'ir. Bunaqa kirishga kamdan kam premium bo'lgandan keyin kirishga bo'lish kerak. Mana senga Alixon minus tomon nima? Eng yoqmagan tarafi. Masalan, ichki blok olmay tur, tashqidan dizayn borasida. Menga misol o'zimga minus tarafi dizayn yoqmaydi. Misol $700 qimmat deb o'yladim. Men boshida buni misol funksiyalarini ichini o'rganib chiqmaganimcha, chiqmasdan oldin men dizayniga baho berib $700 faqat brendga pul to'laymiz. Buni xizmatini LG, Samsung ham qilar deb o'yladim. Lekin mana funksiyalarni
Qo'yganimdan keyin ancha aqlli ekan. Lekin bu pulga dizaynni ozgina chiroyliroq qilish kerak edi. Mana ham dizayn xolos, lekin funksiyalarini ko'p $700 arziydigan mashina ekan. Ha, $700 to'g'ri. Endi qarab tur. Hali 100% arzimaydi, chunki ichini ko'rmadi u. Hozir ichini ham tushuntirib chiqamiz. Hop, yo'qlar ham bor ekan. Endi premium bo'lgandan keyin sifat ham bo'lishi kerak ichida ham. Mana barabanni ko'ribdi, katta baraban. Bag'iga ham katta ekan. Mana tepasiga qattiq toshlar bosilgan. Bu tosh nimaga xizmat qiladi desangiz, baraban aylanayotganda yuk bosishligi uchun. Mana ikki tomondan amortizatorlari bor, tagida amortizatorlari bor. Yonlarida mana materiallar bilan shumka qilingan 2 santimetrlik yumshoq hamda plata. Platalar ham polniy suvdan himoyalangan. Ustida lak ko'ribdim mana. Qo'lishasiz biladi. Videoda ko'rinib bilmayman, ustida lak qoplama bor. Haligi suv o'tkazmaydigan. İzolatsiya. Xo'p. Baraban menga yoqdi. Lotok, suv kirish chiqishlari. Endi motor. O'sha Eco Drive Silence. Eng shovqinsiz motor. Buni 15 yil, 20 yil ishlataman, eng zo'r tarafi. Yana remont qilishaverasizda. Oson. Barabanni aylantirishlari ham. Bu yerda ham ko'ribdi motor quvvat bitaniki keladi, aylantiradi barabanni. Buni juda remont qilish oson. Mana ko'pchiligiga tavsiya qilamiz. Mana ko'pchilik aytadiki, kirmoshlarni bitta ustida qo'ygandan keyin buziladi deydi. Aslida kirmoshlarni mana ustiga ko'rsating, generalni testga qiling. Qachon? 7 yilda, 5 yilda bir marta. Agar suvingiz yaxshi, ya'ni biz aytgan qoida bilan ishlatsangiz. U ustalar nima qilib beradi? Kirmoshlarni polniy sborka qiladi. Ya'ni bo'shatadi. Barabanni olib turib, barabanni maydalab, tozalab, sizga yana qaytib beradi. Mutaxassis ustalar bor o'zimiz O'zbekistonda. Ko'p bunaqalar. 5 yil, 7 yilda qilib turish kerak shu narsani. Kirmoshlangiz ancha uzoq xizmat qiladi. Xo'p, endi bu yerda nima ko'ribdi? Simlar ketgan, tenni ham sifatlisini qo'ygan, bu yerga ten bor. Qizdirish uchun aytganimdek, bularda nima deydi? Artizan suvlar, yerdan chiqadigan suvlarni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hop. Amortizatorlari ham moshina ekan. Videoda ko'rinibdi. Polniy ichini turolmadi u. Lekin amortizatorlari ancha moshina ekan. Shuning uchun ham jimda bu. Hop. Kirmoshlarimizni orqa taraflari. Hop. Mana. House Grade Carlsberg München, Germany. Bosch Company. Ofitsialligini bildirish uchun mana. Bu Xitoy sborkasi. Turin seriyalari Xitoy sborka bo'ladi. Original bo'ladi lekin. Mana standartlari bilan belgilangan. Hamma sertifikatlari bor. Qo'rqmasdan buni tavsiya qilamiz, chunki buni servis markazlari ham bor. 5 yil o'ziga kafolat beriladi. Motor qismiga 10 yil kafolat beriladi. O'rtacha yaroqli muddati 17 yil, 18 yil. 15 yildan 20 yilgacha xizmat qiladigan kirmoshnamiz. Endi mana o'z fikringizni qoldiringlar kommentariyalarda. Kirmosh haqiqatan pulga arziydimi, yo'qmi? Bu modellarning yangi modellari ham bor. Hozir sotuvda Turin seriya bilan 8-seriya. Turin seriya bilan oq ranglari ham bor. Endi biz bozorda asosan shunaqa kirchimonroq seriya qoralari ko'p sotiladi. Oldingi videomizda buni 8-seriyani obzor qilganmiz. Mana bittadan suribdi, bitta mijozimizga sotdik ham. Buni ham ko'ring. Endi buni narxi 1200. Lekin shu qilayotgan ishi bu ham qilib beradi. 8 kilolik, o'rtachoyligi zo'r. Sifat bor. Biz o'zimiz qurib chiqdik. Haqiqatan o'sha nima deydi? Reklamasida yozgandek bor ekan sifat. O'sha sinovdan o'tgan yillar davomida sinovdan o'tkazilgan motor, baraban, plata, ten hammasi joyida. Bekorga premium deyilmaydi. O'zidan shunaqangi yo'riqnomalari ham chiqadi, kafolatlarigacha mana ofitsialligida. Shuncha kitoblari bor. Bitta kirmoshga shuncha kitobmi?
Ha, endi bu ko'p davlatga eksport bo'ladi-ku, mana rus tilida. Har xil tilda. O'zi mana texnika sotuvchilar biladi, original narsalardan kitob ko'p bo'ladi. Sifatli narsalardan. Endi kafolatlanuvlari, ishlatish qoidalari, mana funksiyalar mana qarang. Menga eng yoqqan tarafi, xohlasangiz mana bu narsani agar siz ingliz tilini bilmasangiz, tabloga buni yopishtirib qo'ysangiz, mana rus tilidagi nima deydi? Переводы bu. Ya programma, To'g'ri, stikerda qilib qo'ygan. ha, stikerda buni shuni olib turib, tabloga mana shu holat turgan bo'lsa, bu tabloga yopishtirib qo'yiladi. Bunaqasini faqat boshda ishlatish mumkin. Rus tilidami? Rus tili. Ingliz tilida bor, rus tili. Bu yerda arab tili. Bu yerda hattoki qozoq tili ham bor ekan. Qozoqmi, qirg'izmi? Ha, bu qozoq tili ekan. Qozoq tili. Bu nimani anglatadi bilasizmi? Butun dunyo bo'yicha sotilishini anglatadi. Endi bu bosh kirmoshlarimiz mировой liderlarda. Boshqa o'zi hamma narsasi yaxshi chiqqan. Endi bor, misol narxiga qaraganda qimmat. Menga misol bir ikkita tefalarni ko'rdim, kofe mashinalarini ko'rdim. Narxiga yarasha qimmat, lekin kir mashinasi, xolodilnigi juda yuqori sifatda. Pilsoslari ham. Hop, keyingi videolarimizda xudo xolasa nima deydi, ko'p obunachilarimiz so'ragan ekan, xolodilnikni ham tushuntiring shunaqangi deb. Xolodilnikni ham obzor qilamiz. Shuncha mehnatimizni biz layklar bilan qo'llab turing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu kir mashinani ko'rib chiqdingiz, mana biz bor haqiqatlarni olib chiqdik. Agar sizga ham shunaqangi sifatli, toza yuvadigan, chuqurdoqlarni ketkazadigan, avaylab yuvadigan va o'rtacha 15 yildan 20 yilgacha xizmat qiladigan kir mashina kerak bo'lsa va narxi unaqangi qimmat emas. Misol boshqa joylardan bemalol solishtirib ko'rishingiz mumkin. Narxi $700 chiqadi. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Pastda nomerlar qoldiramiz, bizga aloqaga chiqing. Polni funksiyani tushuntirib qo'yamiz. Ishlatish qoidalari, qo'limizda ko'p texnikalarimiz bor. Endi sizdan talab kommentariyada yozib keting. Keyingi texnika qanaqa bo'lsa, ya'ni shunaqa holatda ichini ochib, maydalab ko'rsatib beramiz. Texnobirodan uzoqlashmang.